Yillar davomida kuchli qo'rqish bo'ladi, yillar davomida rivojlanib kelsa, shu kasallik kelib chiqishi mumkin deb aytishgan. Kim sizni qo'rqitardi shuncha yil? O'zimni onamlar bo'lgan. Men har derazani oldiga borganda, o'sha narsa ko'zim oldiga ko'rinaverganda, men o'laman deb o'ylaganman. Qizingiz hech qancha umri qolmagan, yashasa bir oycha yashaydi degan. Tinimsiz qon olardim, tromb olardim, limfoblasni o'sri lekoz qo'yishgan. O'lala. Yonimdagi o'zimni tengdoshim o'tib qolganda, o'lib qolgan. Keyin undan keyin men ham o'ylaganman, men ham o'lib qolaman baribir. Hattoki o'zimni o'ldiraman ham deganman uydagilarga. Nimaga aynan men kasal bo'laman degan narsa aylanavergan. Hech nima ko'zimga ko'rinmagan. Tuzalmasam kerak. Nima qilaman, ota-onamni qiynab deganman-da. Bolani davolatishga meni qurbiyatim yetmaydi deb ajrashib ketgan. O'sha joyi o'zida azoblanib bo'ladi, qiynaladi. Sochim yo'q, maktabga bordim. Borsam hech kim meni qo'shmadi. Bu qiz bola uchun og'riqli-da. Keyin parik taqib borganman maktabga. Xuddi kasal yuqumli deb qo'shmasdi bolalarini. Shu narsadan ko'nglim og'rirdi. Keyin kelajakda ham mana shu narsa tamg'a bo'lib qoladi deb o'ylardim men. Onalar yerda yotib yurardi. Yerda yotib, shu inson tuzalishi uchun harakat qilyapti degan narsa bo'lganda miyamda. Hovlida yashayotganlar juda ko'p. Telefon tutish, quyoshga chiqish mumkin emas-da. Даже konditsioner, ventilyator ham mumkin emas. Men bolnitsaga bordim, ko'plab bunaqa telefonini berib qo'ygan. U nurlanish, kimyoterapiya oladimi odam? Olgandan keyin nurlanish bo'ladi. O'zi nurlanishdan ham kelib chiqadi deyshadi-da shu kasallikni. Tromba topish qiyin bo'lgan, qon topish qiyin bo'lgan. Kasal bo'lib tuzalgan bo'lsam, shu paytgacha 2 marta qon topshirdim. Puli yo'q odamlar tuzalib keta oladimi bu kasallikdan? Yo'q. Men Zokirova Mohirabonu leykoz bilan kasallanib 3 yil kurashdim. Baxtliman, nega yig'laysiz ona? Dardni ham hammaga bermaydi Xudo. Tuzaldim. Hozirgi kunda universitet talabasiman. Turmushga chiqdim. Hozir sizlarga o'zimni boshimdan kechirgan hikoyamni aytib beraman. Ismim Mohirabonu. 2003-yilman. Familiyam Zokirova. 2014-yil may oyida shu boshlangan kasallik. Tanamda ko'karishlar, keyin burnimdan tinmasdan qon ketardi, isitmam tushmagan. Limfa bezlari birinchi biz angina deb o'ylaganmiz. Keyin ishgan, qo'llarimda ishlar bo'lgan. Birinchi biz doktorga yengil ko'rinib yurganmiz, unaqa chuqurlashib qaratmaganlar uydagilar. Necha yosh bo'lgansiz o'shanda? 11 yosh bo'lganman. 4-sinf bo'lganman. Eslaysizmi hammasini? Ha, eslayman. Oradan necha yil o'tdi shunda? 8 yil. Tuzalganimga 8 yil bo'ldi. Ha, tuzalganingiz. 2014-yil kasal bo'lganman. Menda tuzalish sal kechroq bo'lgan. Sababi stressda ko'p yurardim. Stress bo'lib qolganman. Chunki mana shunaqa vaqt bo'lgan, reanimatsiyaga tushib qolganimda yonimdagi o'zimni tengdoshim o'tib qolganda, o'lib qolgan. Keyin undan keyin men ham o'ylaganman, men ham o'lib qolaman baribir. O'sha yoshda bilarmidingiz hammasini? Tushunarmidingiz? Menga oyim hammasini aytishgan. Shunaqa kasalsan, sen endi sening uchun tuzalishing kerak, biz uchun tuzalishing kerak deb. Ana bo'ladi-ku, oilada kimdir sizga motivatsiya berib turadigan. O'sha inson menda onam bo'lgan o'sha payti. Boshida sezdirishmagan, lekin o'zim bilib qolganman. Reanimatsiyaga keldim. Biz u payti Qo'qonda edik. Marosim o'tkazgani ketdik. Marg'ilonda gematologiya bolnitsa bor ekan. O'sha yerga bordik. Asli Qo'qonliksiz? Ha, asli kelib chiqishimiz. Keyin u yoqqa borganimizda doktor aytdi, qizingiz hech qancha umri qolmagan, yashasa bir oycha yashaydi degan. Keyin dadamlar aytgan, bu yoqda reanimatsiyada ishlaydigan bizni akamni to'g'rirog'i, o'rtog'i bo'lgan Alisher aka. Ular aytgan, yo'q, to'g'ri olib kelinglar Toshkentga. Men o'zim shu yoqqa joylashtiraman deganlar. Keyin kelganmiz vodiydan, 4 soatli yo'lda kelganmiz. Unda ham uje qon to'xtamaganda, uje qonim tushib ketgan. Reanimatsiyada 2 hafta yotganmiz. O'sha payti Qatortoldagi bolnitsani bilasiz, reanimatsiya taraf, skameykalarda dadamlar yotardilar. Oyim dadamlar.
Keyin 2 hafta tinimsiz qon, tromba quyishgan. Chunki qon ko'p ketgan-ku, uni to'ldirish kerak. 2 haftadan keyin palataga olishgan. Endi o'sha payti meni sochlarim uzun bo'lganda, shundoq kirib kelganman, uzun yo'lak, sochi yo'q, почти bir xilgilarniki, bir xilgilar ro'mol o'rab olgan. Bu narsani bir shtativini ko'tarib yuribdi-da. Qizlar, o'g'il bolalar ham bor bo'lgan. Детский отделениеda bo'lganmiz. Boshida uncha ahamiyat bermaganman. Keyin izolyatorga olishgan o'shanda ham. Izolyatorda sal og'irroq bemorlar yotilar ekanda. Biza birinchi safar o'sha yerda yotganmiz. Doktorlar yaxshi qarashgan. O'sha yerda ham tinimsiz qon olardim, tromba olardim. Xullas, ancha paytgacha tromba qonlar ulanib ketaverganda, Rossiyaga analiz jo'natish bo'lgan. Hozir bilmadim qanaqa u yoqdagi holat. Rossiyaga analiz topshirganmiz. Dadamlar jo'natganlar, keyin kelgan 3 kunda. O'shani programmasiga qarab, o'sha doktorlar muolaja qilishganda. Nima tashxis qo'yilgan? Limfoblasный острый leykoz qo'yishgan. OLL. OLL deyishadi. Shunaqa. Keyin menga doktorim rosa yaxshi doktor bo'lgan. Hozir bormilar yo'qmi bilmayman. Viktoriya Inglisovna bo'lgan doktorim. 2019-yil borganimda bor edilar. Men aytardim, kasal bo'lgan paytlarim tuzalib ketsam, shu yoqdagi bolachalarga men ham tuzaldim, sizlar ham tuzalishingiz kerak deb borardim-da. Plakatda, mana bunaqa plakatlarda rasmlar turardi-da. Bizaniki? Ha. Keyin sizlar bayram qilganinglarda she'r aytib, raqslarga tushib, mana shunaqa qilib yurardim. Men baxtliman, nega yig'laysiz ona? Dardni hammaga bermaydi Xudo. Sochim to'kilish bo'lgan, kimyoterapiya olgandan keyin og'riq bo'lardi. Juda o'sha paytda nima desam, men o'laman deb o'ylaganman. O'shaning uchun ham aytvaman, tuzalishim sal kechikkan deb. Shveysariyadan $2300 dori kelardi. Uni men bilmaganman-da, ichsa shu trombotsit me'yorda yurishini, leykosit tromba yaxshi yurishini bilmaganman. Keyin unitazlarga, divanning oralariga tashab yurganman. Keyin dadam ko'rib qolganlarda, yig'lab xafa bo'lganlar, men seni davolataman deb shuncha harakat qilsam, sen nima qilyapsan? Sen mana shu sening uchun, akalaring uchun salishing kerak deb aytganlardan keyin jiddiy kirishganman. Nimaga olgisi kelmagan u dorilarni? Og'riqli bo'lganigami? Yo'q. Lecheniyalar tugagandan keyin bir hafta organizmni tiklab olish uchun gormon ichilardi. Semirishlar bo'lardi, undan keyin hech narsa yegim kelmasdi, ko'nglim aynardi, ovqat tanlab yurdim. Shuning uchun men o'ylaganman, shu ketishim bo'lyapti-ku, baribir tuzalmasam kerak. Nima qilaman, ota-onamni qiynab deganman-da. Keyin ayam birinchi o'rinda meni katta motivatorim. Ayam aytardilar, tuzalishing uchun, sog'lom bo'lishing uchun, seni hali kelajakda mana shu eshikdan oppoq kelin ko'ningda chiqasan, bolalaring bo'ladi. Hammamiz oldimizda sen bo'lishing kerak deyishardi. Oynaga qarab har kuni men sog'lomman degan deyishardi. O'sha narsani qilganman. Nimadan bo'lganman deb o'ylaysiz? Mana shifokorlar haligacha biror bir aniq sababini aytisha olishmaydi-da bu kasallikni. Yo o'sha nasliy deyishadi, genetik taraflama, yoki bo'lmasa kuchli qo'rqib ketish, yoki shu mana shu plastik idishdagi suvlarni ham oftobda qolib ketgan, yoki mikrovolnovka, ish qilib ximiya bilan bog'liq barcha, yoki oftobda mana hozir bugun erta ultra binafsha nurlari juda ham yuqori degan mana xabarlar chiqadi, o'shanda ham yurish mumkin emas edi. Sizga qanaqa uydagilarni muhokama baribir bo'ladi? Mana bundan bo'ldi, bundan bo'ldi. Kuchuv qo'yiladimi? Shunaqa ham bo'lgan ekanda, kuchli stressdan. Bizning naslimizda yo'q bunaqa narsa. Lekin menga o'sha Rossiyadagi doktor aytgan, kuchli yillar davomida kuchli qo'rqish bo'ladi, yillar davomida rivojlanib kelsa, shu kasallik kelib chiqishi mumkin deb aytishgan. Kim sizni qo'rqitardi shuncha yil? Men 3 yoshimda juda qattiq qo'rqqanman. O'zim onamlar bo'lgan. Ularga aslida tug'ish mumkin emas bo'lgan, lekin meni dunyoga keltiraman deb tug'ganlar. Xotiralari pasaygan, shunaqa davr
bo'lib qolgan ekanda o'sha payt. Biz 8-etajda turganmiz. Katta akam uy ishlarini qilib yurganda oyim derazaga chiqib o'zlarini tashlab yuborganlar. O'shani men har derazani oldiga borganda o'sha narsa ko'zim oldiga ko'rinaverganda, keyin ikkinchi sababi men dadam aytdim tadbirkorlar deb aytdim boya. Nechinchi etajda, nechinchi qavatdan o'zlarini tashlagan? 8-etajda. Nima bo'lgan keyin ularga? Olimdan o'tganlar. Hozirgi aytayotgan onam mana O'gay ikkinchi onamlar. O'gay emas. O'gay demaysiz. Ha, chunki agar o'gay bo'lganda shunchalik даже o'ladigan kasaldek bu, qo'pol qilib aytganda. Shunchalik davolaymiz dadasi, singlisi bor buni deb nima deydi? Joni achishmagan bo'lardi. Akamni to'ylarida ham, meni to'yimda ham, meni sog'ayishimga birinchi o'rinda shu ayol sabab. Keyin boya gapim chala qoldi. Dadam tadbirkorlar dedim-ku. Mevalarni, tropik mevalarni, sitrus mevalarni olib kelib bozorga topshirishadigan odamda. O'sha payt shunaqa shug'ullanishardi. Hozir Sergelida domla qurilib ketgan. Sergelida oldin shu kasal bo'lmasimdan oldin qulpinaylar ekilib, keyin uni bilsak, dadam meni olib borganlar, o'sha qulpinaydan yeb qo'ygan bo'lganman. Unga bomba degan kimyoterapiya qilinar ekanda. Kimikatlar. Kimikatlar. Ha, sepiladi. Ha, keyin men o'sha sepilganidan yeb qo'ygan deb uyda shu gapni eshitganman. Bu ham taxmin. Ha, bu ham taxmin. Lekin men o'ylayman, shu yillar davomida qo'rqish baribir odamni kasal qilar ekan. Ya'ni derazani oldiga kelsangiz, Shunaqa. haligacha tepalik qanaqa? Tepalikka chiqsam qo'rqaman. Nechinchi qavatda hozir yashaysiz? Hozir o'sha uyda? Hali ham shu uyda. Ha, Xotiralar qolgan baribir. xotiralar qolgan. Necha yil davolandingiz mana shu kasallik bilan? 2014 kasal bo'lgan bo'lsam, 2017 to'liq tuzaldim. Agar rost mana yaxshi dorilarni ichib, hech qanaqa gripp bo'lmasdan, menga o'xshab dorilarni bekitib qo'ymasdan ichsa, 1,5 yil, 2 yilgacha tuzalishi mumkin. Siz o'zi bizani ko'rganmisiz sayohatga borishini? Bayramdan tashqari. Dori tarqatganinglarda bitta dorilarni menga bergansizlar o'sha paytda. Sizga ham tushgan. Menga ham tushgan. Aziz Rajabov bergandilar. No, sizlar qishda borib, har misol uchun bayramlarda borardinglar-ku. Men nima demoqchiman, o'sha borardikda, keyingi safar kelganimizda qaysidir bolachani endi yodimizda qolardi-da. Olamdan o'tdi bo'lardi. Yomon tushkunlikka tushardim yoki bo'lmasa, mana shu bolaga nimadir deyin deb meni olib kirishardi. O'smir bolaga dori hech narsani qo'yinib tushib ketgan, hech esidan chiqmaydi. Shu bolaga kirib, ukam, hammasi yaxshi bo'ladi, to'yingda xizmat qilamiz deb ana qilardim-da. Lekin olamdan o'tadiganlar ko'p edi. Siz davolanayotgan paytda tuzalib ketganlar ham shu qadar ko'p bo'lganmi, yo'q? O'sha paytda tuzalgan tanishlarimdan hozir taniganlarim 4 ta. Sabina, Mubina, Abdulloh, keyin Mukambar degan qiz. Hammasi, bittasi Samarqanddan, bittasi Sirdaryo, Namangan, Buxoro, mana shunaqa. Endi o'zi ularni ham kelish niyati bor edi, faqat Sabinani to'y bo'lish arafasida, shuning uchun kela olmadi. Abdulloh ham hozir o'qishda, zavuchniy o'qishda o'qiymiz, hammamiz o'qishga kirganmiz. O'sha yerdagi bemorlarga nima ko'proq kerak bo'ladi? Men masalan bilaman, dieta bo'lgani uchun biz ko'p ham narsa bera olmasdik. Masalan, faqat banan, olma mumkin, bo'ldi. Anaqa pechenyeni ham galatnisi mumkin. Ko'p narsa mumkin emas. Masalan, ovqat osh qilib, esingizda bo'lsa, bilsangiz oshlar qilib onalarga tarqataylik desa mumkin emas deyshadi. Nega desa, bolasi yegisi keladi deyishardi-da. Osh mumkin emas bo'lgan shu paytda oshqozonga botadi deb. Keyin endi oshxonada hozir hamma udovstolar bor-da. O'zi biz davolangan payt ham bor edi, o'zlarining ovqatlari yaxshi berishadi, doktorlar undan ham yaxshi. O'sha paytiga boradigan bo'lsak, gorshok yetishmasdi. Kimyoterapiya asosan umurtqadan olinadi, umurtqa pog'onasidan olinadi. Undan keyin kasal bemor 5 soat yotadi. Umurtqa pog'onasidan yuboriladi demoqchisiz. Umurtqa pog'onasidan ukol yuboriladi kimyoterapiya. U kimyoterapiyani olgandan keyin 5 soat yotiladi-da. Ana yerga qarab yotiladi. Yostiq 2 ta qo'yiladi, yostiq ustiga yotib. O'shanaqa holatlarda misol uchun kerak bo'lardi. Bir xilgilarda topilmasdi.
Lekin men o'sha payt aytganman, ayam ikkalamiz kelib ketganmiz больницаga. Shu narsalarni homiy bo'lib kelamiz derdik. Doim o'sha paytda davolanayotganda. Mana boraman deyapsa, motivatsiyaga boraman deyapsiz. Boshqacha hissiyot bo'lmaganmi? Kimlardir o'zbekcha aytganda, qorasi o'chsin shu joyi. Shu yerni aylanib o'taman. Shu yerda butun umrim endi yosh qizchasiz, eng orzularingiz shakllanayotgan davr. O'sha yoshdayoq haligi o'laman degan narsa bo'lgan joy sizda assotsiatsiya deydi-yu, nimalarni yomon hislarni baribir eslatadi. Baxtli onlaringiz u yerda bo'lmaganda deyarli. Baxtli onlar bo'lmagan. Qanaqa qilib yana o'sha yerga yurak yutib bora olasiz? Shuni tushunmayman. Men kasal bo'lganimda menga o'xshab tuzalib ketganlar kelmasdi. Bizda doktorlardan eshitardik. Men doim o'zi yoshligimdan ko'rganimga ishonganman-da. Aytilgan gaplarga ishonavermayman. Ko'rganimga ishonganman. Shuning uchun o'sha payt aytganman, men tuzalib ketsam kelaman. Shu yoqqa homiy bo'laman. Motivatsiya berish uchun ham kelaman derdim. Va faxrli insonga yozib. Ha, yozib. Xudo xolasa. Masalan, siz aytyapsizki, mana menga motivatsiya bo'ldi. Lekin motivatsiyani tushunmagan bolalar, o'lishini tushunmagan bolalar qanaqa qilib sog'ayib ketishi mumkin deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda ota-onasini miyasi sog'lom bo'lishi kerak. Bola tuzalishi uchun. Chunki menda shunaqa bo'lgan, hattoki o'zimni o'ldiraman ham deganman uydagilarga. Necha yoshingizda? O'sha paytida endi men tengi bolalar maktabga ketadi, sochlarini chiroyli qilib, men tengi bolalar boshqa, misol uchun, lagerlarga ketadi. Men o'sha narsani ko'tara olmaganman. Nimaga aynan men kasal bo'laman degan narsa aylanavergan. Hech nima ko'zimga ko'rinmagan. Lekin hozir maktab ham ochilgan ichida. Adashmasam shunaqa. Hozir juda anaqalari ko'p, nima deydi? Yaxshi tomonlari ko'p, lekin hech kimni u yoqqa borgulik nasib qilmasin. Mohira, qarang, men shu necha yil, mana 2012-yildan rasman shug'ullanyapmiz, lekin 2009-2010lardan boshlaganman norasmiy. Bizani ko'pincha chaqirib olishardi. Shunaqangi vaziyatlar bo'lganki, Sardor, mana o'smirga pul kerak. Agar hozir shu pul topilmasa, ota-onalar olib ketib qolyapti. Allohga tavakkal deb. Juda ko'p ota-onalar davolamay Allohga tavakkal deb olib ketgani sababli ham o'limlar soni ko'p bo'lgan deyshadi. Men hech ham esimdan chiqmaydi. Yarim kechasi do'stim bilan borganmiz, o'sha pulini berib olib qolganmiz. Qolsin, davolansin debdi. Endi biz shug'ullanayotgan payt o'sha 10, 11, 12 yilda hech kim bilmasdi. Nimagadir tushunmayman haligacha, nimaga hech kim bormagan, hech kim bilmagan, yordam bermasdi-da chetdan. Endi ahvolini ham bilardingiz-ku, remontlarni ham, o'sha videolarga tushib qo'yanda xafa bo'lishgandi shifokorlar. Borini ko'rsatyapmiz deganimizda bir ahvol edi o'shanda. Mana garshoklar yetishmaydi deb. Mana shunaqa ota-onalarga duch kelganmiz. Masalan, kimlardir otasi voz kechib yorgani Bor. Haligacha eslayman, 14-palatada yotganmiz. 1,5-2 oy yotganmiz. O'sha yerda ismini aytmayman. Yosh bolacha hali, misol uchun davolatsa, ularniki yaxshi bo'lib ketadigan edi-da. O'sha payti men bo'ldi, sen bilan yashamayman, bolani davolatishga meni qurbiyatim yetmaydi deb ajrashib ketgan. O'sha joyi o'zida. Xullas, unaqa holatlar ko'p bo'lgan. Shu Allohga tavakkal deb olib ketadigan. Xudoga ishonamiz, lekin o'zimizga harakat qilmasak baribir davosini bermaydi-ku. Shunaqalar ham bo'lganmi? Ko'rganmisiz? Uyiga borib yotqizib qo'yib, to'g'risini aytaman, ximiyoterapiya olgandan keyin uni haftasigacha borguncha, o'sha ximiyoterapiya bugun oldingiz, 3 kundan keyin tanangizda, bo'g'imlaringizda og'riq bo'ladi-da. O'sha ximiyani yana olasiz, yaxshi bo'lib qoladi. Xuddiki bir narkoman qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin o'sha paytda tushunganman-da shu narsani. Shunaqa. Endi o'zingiz tasavvur qiling, davolanish paytidagi bolani uyiga olib ketib, shunchaki Xudodan so'rab qo'yish bu to'g'ri emas-da. Chunki ham bola juda tanasida og'riq bo'ladi. O'sha bolani davolasa yaxshi bo'lib ketardi-da. Ammo shu o'lishi ham azoblanib bo'ladi. Azoblanib bo'ladi, qiynaladi. Tushunishim bo'yicha dadangiz tadbirkor, o'sha $2300 bo'lsa ham dorilarni yetkazib bera olgan. Puli yo'q odamlar tuzalib keta oladimi bu kasallikdan? Yo'q, puli bo'lish kerak. Chunki men ko'rgan odamlar o'sha
aytyapman-ku, bo'ldi sen bilan yashamayman deb ketib yuborgan odamlarni puli yo'qligidan qilganda Deyarli aytarli bir oyga qancha pul ketardi? Davolanish pulini o'zi. bir oy hisoblamang, bir haftani Bir hisoblang. hafta. Ha. Bir bo'ldi. haftada $300 o'sha payti juda katta pul bo'lgan. Endi hozir qanaqa? Asparginazalar $100 bo'lardi, olib berardik esimda. Asparginaza biza payti 400 ming bo'lgan. Keyin 600 ming bo'ldi, keyin $100 edi-da, ish qilib esimda. Ximiyalarni Hindiston, keyin Rossiyasi chiqardi-da o'sha payti. Hindistonniki qimmat bo'lardi. O'sha qimmatini o'zi olish kerak. O'zbekistonniki, Rossiyaniki uncha yaxshi emas chiqardi-da, allergiya berardi. Qimmatiga odamlarning puli yetmasdi. Bir kunda mani dadam ishlab kelishardi-da, aptekaga $100, $200 dori olmasak ham berib qo'yishardi. Kechasi menda qon ketib qolgan, burnim qonab, umuman doktorlar to'xtata olmagan. Shu payti $300, $400 ketganda qon to'xtatish uchun o'sha aptekadan dorilarni olishga. Shaxsan prezidentning o'zlari taraf tashabbuslari bilan dorilar bepul qilingan, lekin bu u ham qanaqadir bir ro'yxatdagi muhim bo'lgan. Undan tashqari baribir qanchadir dorilar kerak bo'lyapti. Biz yaqindagina biz 50 milliondan oshiq dorilarni xayriya qilib keldik. Ko'rdim. Ora-orada bo'lib turadi-da. Endi men payti pul bunaqa qimmat bo'lmaganda. Shuning uchun hozir juda oladigan kimyoterapiyangiz qimmatga tushib ketadi-da. Mohira, nimalar yo'qotdingiz? Nimalar o'rgandingiz? Yosh boshingizga. Bu kasallik bilan og'riganlarda ko'plarda, ayniqsa qiz bolada, o'g'il bolada bilmadim. Qizlarni mana o'zimni aytvaman, tengdoshlarim bilan gaplashsam ham ular aytardi. Sochim yo'q, maktabga bordim. Borsam hech kim meni qo'shmadi. Bu qiz bola uchun og'riqli-da. Keyin menda ham bo'lgan maktab paytlari. Endi parik taqib borgan, parik taqib borardim. O'zi maktabga 3 yil bormaganman. 3 yildan keyin endi kimyoterapiya olasiz, sochingiz to'kiladi, yana sochingiz chiqquncha vaqt ketadi. Keyin parik taqib borganman maktabga. Ko'plar xuddi kasal yuqumli deb qo'shmasdi bolalarini. Shu narsadan ko'nglim og'rirdi. Baribir qiz bola uchun bu og'riqli-da. Keyin kelajakda ham mana shu narsa tamg'a bo'lib qoladi deb o'ylardim men. Uje mana tuzalish yo'lida ketyapsiz, tuzaldingiz. Tuzalgandan keyin bu tamg'a bo'lib qoldi endi menga. Meni endi hech kim olmaydi deb o'ylab qolar ekan-da qiz bola. Lekin o'qishga kirdingiz, turmushga chiqdingiz. Hammasi bo'ldi, Xudoga shukr. O'qishga endi o'sha payti men abituriyentlik paytimda ham o'qidim. Prosta bizaga matematika, geometriya, mana shunaqa og'riqli, bosh chalg'itadigan narsalar mumkin emas bo'lgan. Shuning uchun o'zimni musiqa bilan o'tdim. Fortepianoga bordim, vokaldan ekzamen topshirdim. Lekin o'sha payti 102 ball to'plab yuzim bilan tushdim deydi-yu. Shunaqa bo'ldi. Keyin soham boshqaligini anglab yetib, hozir maktabgacha ta'limda 3-kursda o'qiyman. Undan tashqari bog'chada ishlayman. Shifoxonada davolanayotgan paytingiz, hali aytganimdek, bir quvonchli onlar kam bo'lganda, baxtli onlar. Mana shu narsani hech bo'lmasa hadya etib, chalg'itish uchun biz harakat qilardik-da. Yilda bir bo'lsa ham konsert qilib, hali xohlagan xonandasini olib kelib, hech ham esimdan chiqmaydi. Haligi Zebo degan qizni oldiga hamma artistlarni olib borganman. Derazadanmi? O'sha kunimi o'lgan u kelgan. Shunaqa deyishgan bizga. Kechasi 12da o'lib qolgan. Biz o'sha payt o'shatda edik. Hammasini olib borgandik-da. Hech qachon shu esdan chiqmaydi. Kimni kutardingiz o'sha bayramlarda siz? Men bayramlarda hech bunaqa o'ylab ko'rmaganman. Bunaqa artistlarga lekin tayyorgarlik ko'rardim. Menga o'sha yerdagi doktorlar aytardi, "Sen chiroyli o'ynaysan, o'ynab bergandir"da. O'zi maktablarda ham bunaqa narsalarga faol bo'lganman. O'ynab berardim. O'sha kasalxonadagi eng yutuqli narsa, xursand bo'ladigan narsa, har hafta analiz topshiradi. Analiz yaxshi bo'lsa uyga ketadi-da. Eng xursand bo'ladigan narsa o'sha-da. Mana yaxshi chiqibdi. Yangi yil, tug'ilgan kunini, hayitni uyida kutmasdan boshqa joyda kutish bu juda og'riqli. Kim siz bilan yotardi shifoxonada o'sha paytlar? Ayam. Hozirgi ayingiz. Ha?
hozirga ham. Qish bo'lardi, biza davolanayotgan palata kafel, o'zi hamma joy o'sha payt ko'rgan bo'lsangiz kafel edi-ku. Tapchani ham bo'lmagan o'sha payti. Agar men aytaman hozirgi sharoitimda agar men homiylik qiladigan bo'lsam, bilmadim. Agar o'sha paytdagi sharoit bo'lganda men tapcham berardim deyman-da. Onalar yerda yotib yurardi. O'sha narsalarni ko'rib ham tuzalishimga bo'lgan nima deydi, tuzalishim kerak. Shuncha sani yerda yotib, shu inson tuzalishing uchun harakat qilyapti degan narsa bo'lganda miyamda. Bor budini sotib, o'sha mana ko'chada, hovlida hali-haligacha menimcha, yaqinda ham qo'ydim video. Hali-haligacha hovlida yashashadi. Kimlardir aytadiki, doim muloqotda bo'lishimiz kerak, doim nimadir kerak bo'lib qoladi. Kimlardir aytadiki, bor budimni sotdim. Toshkentda yashashga imkonim yo'q. Shunaqalar haqida nima deya olasiz? Ko'pmidi o'sha paytda? Qatortolda почти o'sha yerdagi domda hammasi gematologiya больницасida ota-onalar yotardi. Onasi, otasi o'sha yerda edi. Alo desa, kechasi 2 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, o'sha domdan tushib dorini olib kelib beradigan ham o'shalar edi-da. Lekin hovlida yashayotganlar hovlida yashayotganlar juda ko'p. Ayniqsa, misol uchun sizni kimdiringiz bugun kasal bo'lsin, boradigan joy topolmaydi o'sha yerda. Endi men reanimatsiyada bo'lganim uchun menikilar 3-4 kunlab qolgan. Bitta o'zini tashab ketmaylik deb. Hozir mana masalan juda ham ko'p kunduzgi bo'limlar qurilgan mana hozirgi paytda. Men o'shanga hayron qolardim. Nima uchun shu kunduzgi bo'limlarni hech yo'q o'sha yerda yotganlarga taqdim etishmaydi? Albatta hamma narsa qonun chiqishi kerak, prezidentgacha chiqib, shunaqa narsa bo'lishi shart emas-ku. Shunchaki insoniylik jihatdan, yuringlar, mana bitta bo'sh palatalar bor. Masalan, kunduzgi bo'limda juda bir sterilniy odamlar bo'lmaydi, kechasigacha qolmaydi mana. Adashmasam, yana bilmadim. Yo'q, Shu imkonni qilishsa bo'lardi. Eski hozirgi gematologiyada hozir nima u yer nima bo'lgan hozir? Kechagi kun bordim. Adashmasam, o'tgan juma kuni boribman. Kechagi kun emas, o'tgan juma kuni bordim. Bo'm-bo'sh. Hech kim yo'q. Dom qurilsa kerak o'tgan. Bilmadim. Oqqon kasalligidan butkul sog'ayib ketgan qiz bilan suhbatlashdik. Yordaminglarni ayamanglar. Mana bugun o'zim ham donor sifatida keldim. Meni maqsadim o'zi mana shu kasallik bo'yicha butunlay tuzalganlarni yig'ib, o'sha больницада yotganlarga ham pul taraflama, ham motivatsiya uyg'otishda. Mana biz tuzaldik-ku, bizni qo'limizdan keldi tuzalish, ularning ham bolasini qo'lidan keladi. Birinchi o'rinda baribir odamning tuzalishiga uni ongi bo'lish kerak ekanda. Sog'lom ong bo'lsagina odamda tuzalish bo'lar ekan. Magnit qilib tortib olamizda o'zimizni atrofimizdagi nima bo'lmasin, xursandchilik, g'am, tashvish hamma narsani o'zimizni qo'limizda, o'zimizni miyamizda bu narsa. Shuning uchun tuzalish bu odamning o'zini qo'lida. Endi birinchi o'rinda Alloh irodasi bilan bo'ladi. Ikkinchi o'rinda shu davolanish jarayonida. Misol uchun kimdir o'lib qolsa, menga o'xshab tushkunlikka tushib qolmaslik kerak-da. Chunki uning organizmi bilan bizning organizmimizda farqi bor. Shu narsani tushunish kerak. Men u paytda u narsani tushunmaganman. Oldimdagi o'zim bilan teng bola o'lib qolgan, keyinchalik uni sababini bilsam, bizaga 3 yil quyosh turishi mumkin emas. Shu kasallik bilan og'riganlar tuzalgungacha, endi men 3 yil devordim, tuzalgunigacha telefon tutish, quyoshga chiqish, dietada yuradi. Shu narsalar mumkin emas-da. Qo'y yog'i, qo'y go'shti deysizmi? Shunaqa narsalar mumkin emas. Salqinda yurish kerak. Даже konditsioner, ventilyator ham mumkin emas. Chunki shu davolanish mobaynida bitta kasal bo'lib qolsangiz, o'sha orqaga ketadi-da. Shuncha tuzalganingiz bir pul bo'lib qoladi. U yonimdagi yotgan bola unaqa qilmagan. Telefon o'ynagan. Hozir men больницаga bordim, ko'plab bunaqa telefonini berib qo'ygan. U nurlanish, kimyoterapiya oladimi odam? Olgandan keyin nurlanish bo'ladi. O'zi nurlanishdan ham kelib chiqadi deyshadi-da shu kasallikni. Shuning uchun cheklanish kerak. Doktorlarning aytganini birinchi o'rinda qilish kerak. Tuzalganlar bo'lsa, agar menga o'xshab tuzalganlar bo'lsa, yig'laylik hammamiz, birdan bo'laylik.
kasalxonadagi bola-chalarni tuzalishiga biz ham o'z hissamizni qo'shaylik. Kasalxonada yotgan bolaga birinchi o'rinda qon bilan tromba kerak bo'ladi-da. O'sha paytda men davolanib yurganda, endi meni tanishlarim ko'p bo'lgani uchunmi, bitta aytganimizda kelishganda, akamning o'rtoqlari ham, boshqalar ham kelib topshirib ketishgan. Yonimizdagi palatadagilar chaqirardi. Ularni tromba topish qiyin bo'lgan, qon topish qiyin bo'lgan. Shuning uchun men o'zim kasal bo'lib tuzalgan bo'lsam ham shu paytgacha 2 marta qon topshirdim. Xudo xolasa endi bu boshlanishi. Xudo xolasa doimiy jamoa bo'lib topshirish niyatim bor. Shu aytibman, tuzalganlar komandasini yig'ib shunaqa.